Menga kimdir shogird kelib tushsa, mana birinchi o'rgatadigan narsalardan bittasi, bitta atir senga agar yoqmasa, u seni problemang deyman. Menga ham ba'zi atirlar, ko'plab atirlar yoqmaydi, lekin men uni sotaman. Bu degani men 200 damachi degani emas, yoki men kimdir aldayman degani emas. Menga yoqmayaptimi, u meni problemam. Lekin ochiq aytaman, misol Santa 33 menga yoqmaydi. Lekin sotganda dahshat sotib qo'yishim mumkin. Nimaga? Men u narsani xarakterini ta'riflayman, uni hidini, mohiyatini ta'riflab beraman. Mutaxassislik ham shu aslida deb bilaman. Agar u narsani mendan so'rasa, sizga yoqadimi-sa? Yo'q, aka, menga yoqmaydi, lekin men dedimga qaramang. Siz boshqa shaxssiz, men boshqa shaxsman. Meni vkus va retseptorlarim boshqa, sizniki boshqa. Meni tabim ostida butun koinot yaralmagan deyman. Nima demoqchiman? Kecha chiqqan ekspertlar chiqib olib, hozir taniqli atirlarni ushlab olib, yomonlab tanqid qilib o'tiribdi-da. Millionlarga insonga yoqadi. Sen kim bo'lsanki, uni dedini yerga urishga, boshqa qilishga, oqimga qarshi suzaman deb mediada ekspert yasab olish kerak emas-da. Birovni qilgan mehnati yo'q, bir qanaqadir zo'r narsani ushlab olib, yomonlab o'tirib, auditoriya to'plashdan undan kayfi, undan osoni yo'q.